Assalomu alaykum hurmatli fermer akalar, bog'bon akalar, dehqon akalar, qalasizlar? Yaxshimisizlar? Bugun biz Namangan viloyati Mingbuloq tumanida sizlarga 81 Belarus traktorini sotuvga qo'yapmiz. Inshaalloh telefon raqamlari bo'ladi. Qaytgancha bu traktorimizni umuman ramalarida va hech qanaqa bir yorug' joylari yo'q, zavodskiy holatda. Haytgancha bu traktorimizda aybi bor. Aybi bitta salarkani qo'yasiz, xizmatga tayyor holatda turibdi. Dehqonchilikka juda ham yaxshi tanlov. Bu traktorimizni misol uchun orqa qishloq xo'jaliklarini ham ko'rsatib o'tamiz. Misol uchun tushunchasini beradigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar. Bilsalaring traktor ba'zi bir joylarda yog' oqib yotadi. Unaqa holatlar umuman yo'q. Siz uchun ishga tayyor holatda. Xo'p, balonlar necha bo'ladi buni? 15,5 balonlar ekan va oldi balonlarga keladigan bo'lsak, yangi holatda siz uchun qo'yib qo'yilibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini siz uchun tortishib 115 million qilib qo'ydik. Dehqonning texnikasi bemalol aloqaga chiqib, kelishib olishingiz mumkin bo'ladi. Orqa balonlarni ham ko'rib turibsizlar. Juda ham yaxshi holatda. Siz uchun bemalol xizmat qilib, ertaga sharmanda qilmaydigan traktorimiz. Xo'p, traktorimiz yillariga keladigan bo'lsak, traktorimiz yillari 2013-yil ishlab chiqarilgan. Bu traktorimiz ko'rib turibsizlar. Salon qismlarini ham bemalol, sidinalari ham juda joyida. Ertaga nima deydi? Olib borganingizda ham sizni sharmanda qilmaydigan holatda. Buni yopilishiga juda ham qiziqdim. Sababi buni yopilishi gelikda bor. O'g'ringlar. Mazaya. Xudo xolasa bemalol olib foydalansalaring bo'laveradi. Dokumentlari hamma narsasi joyida. Xudo xolasa kelishilgan holatda, yana bir bor aytaman, 115 million so'm narx aytishyapti. Aloqaga chiqib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, shoshilib qolasizlar, tezda sotiladi bu. Chunki yaxshi texnika ekan, mana ko'rib turibmiz. Hech qanaqa problemalari yo'q. Ba'zi bir akalarimiz aytishi mumkin, bu traktorimizni oldi tortmaydi, 82 tortadi. 82 tortadi. Bu o'shani ukasi ekan. Oldi tortmaydigan variantida. Juda ham qulay narxlarda qo'yib qo'ydik. Bemalol aloqaga chiqib olishlaring mumkin bo'ladi. Qaytgancha video manfaatli bo'lsa bitta like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Galdagi videolarimiz chiqish uchun qo'ng'iroqcha belgisini bosib, traktorga qiziqadigan, ya'ni olaman degan do'stlaringizga bitta podlistani bosib, Telegram, Instagram, boshqa ijtimoiy tarmoqlarga jo'natib qo'ysalaring juda ham yaxshi bo'ladi. Rahmat hammaga e'tibor uchun. Hozir traktorimizni yurgizib, oldiga, orqaga holatlarini ham, yurish holatlarini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Yurgizing. Atam aka. Ko'ryapsizlar statorlarni. Voy. Traktorimiz yurdi. Ko'rsatibsizlar. Hamma joyida tormozlari ham, boshqalari ham shu traktorda yurgan holatida taq deb turishi juda ham kayf. Orqa yurishlarini ham ko'rsatib qo'ying. Shu holatda traktorimizni olib borib, bemalol foydalansalaring bo'laveradi. Hech qanaqa muammolari yo'q. Bemalol maza qilib foydalanadigan texnika. Bitta gulishidrini olib qo'y. Buni kayfini faqat traktorchilar tushunadi. Kar deyishini. Xudo xolasa hech qanaqa nima deydi? Benzin nasos boshqa joylarida, ya'ni salarka nasoslarda umuman aybi yo'q. Galobkalari ham hamma yo'qlari, motorlari ham joyida. Xullas, gap qisqa qilgan holatda mehnatga tayyor olib borib, maza qilib foydalansalaring bo'laveradi. Rahmat hammaga.